ertalab yeyilgan taomda baraka bo'lar ekan. O'shaning uchun azizlar, nonushtani bitta maslahatda shu joyda mana yosh kattalar o'tiribmiz. Oila boshliqlari, asosan bu joyda hozir eshitayotganlar yosh kattalar. Nonushtada hamma oilani to'plash kerak ertalabda uyda. To'plab, keyin nonushtada ayamang dasturxonni. Chunki Rasululloh yaxshi ko'rganlar, bu nonushtani yaxshi ko'rganlar. O'zi bizda bilsangiz, o'zimizda ham bir gap bor, kechki taomda dushmaningga ravo ko'r, nonushtani nima deydi? O'zing qilgin deydi. Bu bekorga basagan azizlar. Chunki birinchidan payg'ambar vasallam yaxshi ko'rganliklari uchun. Mana to'yga boramiz, mana bu yerda ham qaranglar, qana baraka bor. Dasturxon yeb, to'yib, hamma to'y bo'lgandan keyin ham dasturxonga qarang, teyilmagandek bo'lib turadi. Shuning uchun shuna odamlar bor, obedda turib, umuman nonushta qilmaydigan odamlar. Bir xil odam bor, nonushta qilmaydi. Aytib qo'yadi, qoraka hech nonushta payti hech ishta ham ochilmaydi. Ertalab bomdodga tursa, piyoda yurib jamoatga chiqsa, keyin ishtaha ochiladi. Soat 9 da turgandan keyin qanday ishtaha bo'ladi? 11 da turgandan